hushtak chalindi. Rustam Choriyev, Anvarjon Marajabov va hamda Avardagi mutaxassislar. Xo'sh, ofsayd yo'q. Hoji Mirzayev o'zi tepish kerak. Tepdi! Va sal qoldi. Ofsayd ekan, lekin qo'yib berishdi mayli. Shu joydan darvozabon Erkinov oldingi chiziqqa uzatib berdi. Bir-birini yaxshi tushunadigan futbolchilar. Mana shu joyda Doston Hamdamov uncha ishonchli harakat qila olmadi. Olib qo'ydi Paxtakor. Doston va gol. Agar ofsayd bo'lmasa Paxtakor hisobni ochdi. Juda chiroyli hujum bo'ldi. Devorcha qilib tashlashdi. Va sof hujumchi ampulvasida o'ynayotgan Doston Hamdamov yana bir golini nishonladi. Qoyillar. Abduxoliqovda 4 ta gol. Ofsayd yo'q ekan. To'p uzatilayotgan paytda Doston aynan qo'l ko'targan O'rozov unga onside qilib bergan ekan. Oxiridagi harakatiga respekt. To'g'ri qaror. Aldab o'tirmadi. Bu yerdan darvozabonni ham ayblab bo'lmaydi. Hojikbar Alijonov to'pni o'yinga kiritib berdi. Ketdi, yaxshi to'p olib qo'yildi va shu joydan zarba gol yo'llasa bo'ladi va Quvvatov yaxshi sevam qildi, to'pni egallagan bo'lmasdi. Hakam xalaqit berib qoldi. Voy. Tez hozir vrachlarni chaqirish kerak menimcha. Ko'ringda. Hop. Ikkalasidan ham topsa bo'lar ekan. Ammo bu yerda baribir Mazgavoyga boryapti. Sariq kartochka bo'ldi. Uzatma. Paxtakor markazsiz o'ynashga harakat qilyapti. Hamdamov, Bashar Rizan aldab o'tyapti va aldablar tashlayapti. Qo'llar uryapti. Shuni futbolchini ko'rdim demadi darvozabonni. Umuman e'tiboriga ham olmasdan to'pni darvozaga shundoq joylab qo'ymoqda. 2-0. Mana shunaqa gol bilan yakunlanayotgandek jamoa. Mana uzun pas, Doston Hamdamov to'pga yetib keldi. Birinchi bo'lib turib to'pni o'ziga bo'ysundirib oldi va Rezanni to'p bilan ta'minladi. U esa 2 ta futbolchi, 3 ta futbolchi qarshisida hop. Hech kim qaramayapti, hech kim. O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi ham birinchi dog'da qoldirildi. Keyin esa boshqa futbolchilar, Jaloliddin Jummaboyev ham hamma tomoshabin, hamma. Basharning o'yini yoqyapti ko'pchilikka shekilli. Uchun tomosha qilishdi. Kirib borishdi. O'rozov yetib ham keldi. Lekin sal agressivroq o'ynash kerak. Penalti. Mana hozir o'zgarish mumkin. Anvar gol. Ofsayd ekan. Bizga takroriy lavha namoyish etishayotganda Hoji Mirzayev ofsayd yo'q menimcha do'stlar. Narigi futbolchi bilan ofsayd yo'q-ku. Bir chiziq tortmaymizmi? Ana aytdim. Anvar Hoji Mirzayev navbatdagi golni kirityapti do'stlar. Hamdamovda 5 ta gol. Mana shu joydagi kurash. Anvar yugurdi, to'p uzatilgan payt rostdan onside edi. Hoji Mirzayevning 3-goli do'stlar. Bosim, yana Hoji Mirzayev. Bu safar Sanjar Quvvatov ishonchliroq o'ynadi. Yana pas va o'tadimi? Zarba! To'p darvoza to'g'rida 2-2. 1 daqiqaning ichida Dinamo Samarqand hisobni tenglashtirib tashlayapti. Mana sizga Amonov.
Eson omon tugatib oldi epizodni. Huhu! Ko'ring va zavqlaning. Hop. Sanjar to'pni qaytaribdi. Lekin yetarlicha emas. 2-2. Bu takror lavha kerak emas, shunisi bor. Chunki har takror lavhada o'sha Anvar Hojimirzayevning goli inobatga olingani zo'r bo'ldi-da. Dinamo Samarqandni ruhlantirdi bu narsa va ketdi Paxtakordan endi jiddiy hujum. Xo'sh, Risan tepyapti darvozabon. To'pni olib qo'yishga muvaffaq bo'lyapti. Erkinov. Erkinovni tepishdi va sariq kartochka ko'rsatilishi mumkin edi. Mana voy. Ana endi mana shu traktovkali vaziyatda endi ayab o'tirmaydi bunaqa epizod uchun. Yo'qmi? Xo'sh, sarig'i. O'sha oyoq pastga tushganligi inobatga olindi. Karima zarbasi ham belgilayapti. Zarba yaxshi tepdi lekin. Paxtakorning hujumi yomon emas va Erkinov qochib ketdi. Erkinov kirib boryapti, lekin yetarlicha. Qo'lga tekkan ekan. Endi bu tayanch qo'l deb baholanadimi yoki atayin tashlangan, undan oldingisi tahlil qilinadi. Xullas, hozir bir narsa deb bo'lmaydi. Penalti. Atayin qo'ydi deb hisobladi. Shtat penaltichisi jamoasini hisobda oldinga olib chiqishi mumkin. Ruxsat, zarba, gol. 3-2. 3-2 Paxtakor yo'l topdi. Edem ham yo'nalishni topdi-yu, lekin Doston juda kuchli zarba yo'llagan. Doston aniq tiniq zarba yo'llagan edi, shuning uchun Neymarning qo'llari yetmadi. Paxtakor muxlislari yomon emas. Neymarning harakatlari yomon emas. Ammo o'sha gap. Aniq shu burchakka to'p tepilsa, o'z darvozabonlarini qaytarishi qiyin bo'ladi. Agar u darvozabonning familiyasi Donnarumma bo'lmasa. Dembele, O'rozov pas bilan chiqmoqchi va xato. Qo'pol xato. Bu yerda Erkinov. Qo'pol xato. Dinamoning hujumi. Dinamo endi ko'proq hujum qiladi. Zarba, ajoyib zarba, darvozabon joyida. Kingsley. Bu tomondan hujum. Xo'sh, beradimi zarba? Beradi. Yana To'xtasinov bergan zarbasi. Sanjar quvvati uzoqlargacha to'pni tepib beryapti. Hozir bu yerda kurash olib boradi va xatoga yo'l qo'yishga bir baqiy qoldi. Xato ham qildi va gol! Jahongir O'rozovdan qo'pol xato va Bashar ham bu uchrashuvda dubl muallifi bo'laman deyapti. 4-2. Mana bunisi kutilmagan burilish bo'ldi. Resan kutilmagan voqea bo'ldi. Mana birinchisi. Hop, shundoq topshirib qo'ydi. Keyingisida oldi deb o'ylaganimizda yana ketdi. Bashar esa bermadi. O'zi bugun Resan Dinamo himoyachilari bilan qanday o'ynash kerakligini ko'rsatib qo'ydi. Mana partishlik. Hisob 4-2 do'stlar. 4-2. Nemanov nima desin hozir? Ishongan himoyachilar shunday xato yo'l qo'ygandan keyin nima desin? Ketdi. Samarqandlik futbolchilar Omonov o'ng tomondan ochilayotgan futbolchi bor edi. Zarba, darvozabon to'pni qaytardi. Keyingisi yomon emas. Va qoyil. Sanjar Quvvatov ko'ksisi bilan qaytardi. Jumaboyev hozir gol muallifi bo'lishi mumkin mana bu epizodda.
maksimal harakat. Keyingisi himoyachilar xato yo'l qo'yishdi, o'tkazib yuborish to'pni. Ko'ksi bilan emas ekan. Oxirgi burchak zarbasi nima bilan tugaydi? Mana bunaqa ajoyib pas bilan va duranglar epidemiyasi tugadi. Quvvatov chiroyli seyf. Quvvatli seyf. Va hakamning uchdagi chalindi. Paxtakorning g'alabasi 4-2. 3 ochko cho'ntakda va ishonchli g'alabadan so'ng Paxtakor boya aytganidek turnir jadvalining yuqorisiga ko'tarilib olyapti.